Rum suresi Mekke'de nazil bo'lgan. Jami 60 oyat. Nihoyat shafqatlik va mehribon Allohning ismi bilan boshlayman. Alif lam mim. Rumluqlar yaqin bir joyda yengildi. Ular yengilgandan keyin bir qancha yil ichida yengidi. İlgiri ve keyin hamma ish Allohning boshqarishidir. Bu kunda mo'minlar Allohning bergan yardım bilan xushal bo'ladi. Allah xohlagan kishiga yordam beradi. Allah g'olibdir, mo'minlarga nihoyatda mehribondir. Allah ularni g'olib qildiganligini va'da qildi. Allah va'dasiga xiloflik qilmaydi. Chunki Allohning va'dasi haqdir. So'zi rostdir. Lekin kishilarning to'lisi buni bilmaydi. Ular hayoti dunyoning tashqi ko'rinishini biladi. Ular oxiratdan, ya'ni oxirat ishida o'ylanishdan va oxirat uchun ishlashdan g'aflatdadir. Ular oqibatining qandoq bo'lganligini bilishlari uchun o'zlari ustida fikr yurgizmamdi. Allah osmonlarni, zaminni va ularning orasidagi yulduz qatorliq narsalarni faqat haq va muayyan vaqtli qilib yaratdi. Shak shubhisizki nurg'un kishilar Parvardigoriga muloqot bo'lishni, qayta tirildiganligini, qilgan amaliga yarasha mukofotlanadiganligini yoki jazolanadiganligini inkor qilg'uchidir. Ular yer yuzida kezib, o'zlaridan ilgari o'tganlarning oqibatining qandoq bo'lganligini kuzatmadimi? Ular, ya'ni o'tganlar quvvatda bulardan kuchli edi. Ular ziroat terishda, imorat silishda bular, ya'ni Qurayshlardan ustun edi. Ularga payg'ambarlari mo'jizlarni ilib keldi, lekin ular mo'jizlarni inkor qildi. Allah ularga zulm qilmadi. Ya'ni Allah ularni gunohsiz halok qilgani yo'q. Lekin ular o'zlari kufri uchun va payg'ambarlarning mo'jizlarini inkor qilganliklari uchun o'zlariga zulm qildi. Shuning bilan ular halok bo'lishga tegishli bo'ldi. Ondan yomon ish qilganlarning oqibati eng yomon bo'ladi. Chunki ular Allohning oyatlarini inkor qilgan va masxir qilgan kishilardir. Allah maxluqotni dastlabda yo'qdan bor qiladi. Ondan uni o'lgandan keyin tirildirdi. Ondan Allohning dargohiga hisob uchun qaytarilasizlar. Qiyomat qoyim bo'lgan kunda gunohkorlar umidsizlanib ketadi. Ularga sherik keltirgan butlardan shafaat qilguvchilar bo'lmaydi. Ular sherik keltirgan butlardan tanidi. Qiyomat qoyim bo'lgan kunda mo'minlar bilan kofirlar bir-biridan ayriladi. İman etgan ve yaxshi amallarni qilganlar bog'chida, ya'ni jannatning bog'chilarida yayriladi. Bizning oyatlarimizni va oxiratdagi muloqotni inkor qilgan va yolg'onga chiqarganlarga kelsak, ular davomli azobda qoladi. Sizlar oqshomda va atiganda Allohga tasbih aytinglar. Osmonlardagi, zimindagi hamdu sana, kech va peshin vaqtlaridagi hamdu sananing hammasi Allohga xosdir. Allah jonsiz narsalardan jonliq narsalarni chiqaradi. Jonliq narsalardan jonsiz narsalarni chiqaradi. O'lgan zaminni tirildirdi, ya'ni qurgan zaminni o'simliklar bilan ko'kartirdi. Sizlarmi mushundaq tirildirilsizlar. Allah'ның sizlarni tuproqdan yaratganligi, ondan sizlarning inson bo'lib zaminda tarlib yurishinglar Allah'ның kamoli qudratini ko'rsatadigan alomatlaridandir. Ayollar bilan unsi ulpat elishinglar uchun Allah'ның ularni sizlarning o'z tipinglardan yaratganligi, aranglarda, ya'ni er-xotin orasida mehr muhabbat o'rnatganligi Allah'ның kamoli qudratini ko'rsatadigan alomatlaridandir. Fikir yurgizdigan qavm uchun shak shubhisizki buningda nurg'un ibratlar bor. Allohning osmonlarni, zaminni yaratganligi, tilinglarning, ranginglarning xilma-xil bo'lishi Allohning kamoli qudratini ko'rsatadigan alomatlaridandir. Buningda bilimli kishilar uchun haqiqatan nurg'un alomatlar bor. Sizlarning kechisi va kunduzi uxlashinglar, kunduzi Allohning marhamatidan rizq talab qilib harakatlanishinglar Allohning kamoli qudratini ko'rsatadigan alomatlaridandir. Shak shubhisizki buningda anglaydigan qavm uchun nurg'un ibratlar bor.
Allohning sizlarga chaqmoqni qo'rqinch va umid qilib ko'rsatishi, bulutdan yomg'ir yog'dirib, uning bilan o'lgan zaminni tirildirishi Allohning kamoli qudratini ko'rsatadigan alomatlaridandir. Tushunaladigan qavm uchun buningda shak shubhisizki nurg'un ibratlar bor. Allah'ның asman zaminni öz əmri bilan muallaq turğuzishi, Allah'ның kamali qudretini ko'rsatadigan alomatlardandir. Ondan Allah qabrlarda ko'milib yotgan sizlarni yer ostidan chaqirsa, darhol chiqsizlar. Osmonlardagi va zamindagi hamma Alloh'ningdir. Ya'ni Alloh'ning mulkidir. Alloh'ning maxluqotidir va Alloh'ning tasarrufi ostidadir. Hamma Allohga bo'ysunguchidir. Maxluqotni dastlabda yo'qdan bor qiladigan, ondan uni o'lgandan keyin tirildiradigan Alloh ana shudir. Ya'ni maxluqotni tirildirish Allohga uni dastlabda yo'qdan bor qilganga qaraganda o'ng'aydir. Osmonlarda va zaminda eng oliy sifat Allohga xosdir. Alloh g'olibdir, hikmat bilan ish qilg'uchidir. Allah sizlarga o'zinglardan bir misol keltirdi. Biz sizlarga rizq qilib bergan mol-mulkka qullaringlarning sherik bo'lishiga, u barda ularning sizlar bilan barobar bo'lishiga, ulardan o'zlaringlar, ya'ni ozod kishilardan qo'rqqandek qo'rqishiga rozimisizlar? Buningga rozi bo'lmagan ekansizlar, maxluqotning Allohga sherik bo'lishiga qandoq rozi bo'ldinglar? Tushundigan qavm uchun oyatlarni mushundoq tafsili bayon qilamiz. Undaq emas. Ya'ni Allohga sherik keltirishda ularning hech qanday o'zrisi yo'q. O'zlariga zulm qilganlar bilimsizlikdan nafs xohishiga ergashdi. Alloh gumroh qilgan odamni kim hidoyat qila oladi? Ularga hargiz yordam qilguvchi bo'lmaydi. Batil dinlardan burilib islom diniga yuzlangan. Allohning diniga ergashganki, Alloh insonlarni shu fitrat bilan yaratgan. Allah'ның yaratqında özgürüş bolmaydı. Bu doğru dindir. Lekin insanlarning to'lisi bilmaydi. Allah'ga tövbe bilan qaytinglar. Allah'tan qo'rqinglar, namozni ado qilinglar, mushriklardan bo'lmanglar. Sizlar dinda ixtilof qilishib, pirqi bo'lib, har pirqa o'z dini bilan xushallanadiganlardan bo'lmanglar. İnsanlarga biraz ziyan zahmet yetken çağda ular Parvardigorga ixlos bilan iltijo qiladi. Ondan Allah ularga rahmetini tetitgan çağda ulardan bir pirqa darhol Parvardigorga sherik keltirdi. Ular bizning bergan ne'matlarimizga noshukirlik qilib baqsin qani. Ey mushriklar, dunyo tirikchiligida sizlarga bergan ne'matlarimizdan bahramand bo'linglar. Sizlar pani dunyoning ne'matidan bahramand bo'lganliklaringning oqibatini kelgusida bilasizlar. Yoki ularning butlarga cho'qinishining to'g'riligini so'zlaydigan bir kitob nozil qildikmi? Mundaq bo'lgani yo'q. İnsanlarga rahmatni tetitsak, ular buningdan xo'shallanib ketadi. Agar ularga qilmishlari tufaylidan bir ko'ngilsizlik yetsa, darhol umidsizlanib ketadi. Ular bilmamdiki, Allah xalqan odamning rizqini keng qiladi, xalqan odamning rizqini tor qiladi. Haqiqatan buningda rizq bergan Allohning hikmatiga ishindigan qavm uchun Allohning qudratini ko'rsatadigan nurg'un alomatlar bor. Xish ahrbalarga, miskinlarga, ibn sabillarga sil rahim va yaxshilikdan tegishlik haqqini bergin. Allohning roziligini ko'zlaydiganlar uchun bundaq qilish yaxshidir. Ana shular maqsadga erishguchilardir. Sizlar kishilarning pul meli ichida o'stirish uchun bir pul mol bersanglar, Allohning dargohida u o'smaydi. Ya'ni kishilar berginimdan jiqiroq qaytirsin degan niyat bilan berilgan sovg'ining Allohning dargohida savobi bo'lmaydi. Allohning roziligini ko'zlab bergan sadiqanglar yoki ehsoninglarga hasilab savob beriladi. Alloh sizlarni xalq etdi. Ondan sizlarga rizq berdi. Ondan sizlarni qabzi ruh qiladi. Ondan sizlarni tirildirdi. Sherik keltirganlaringlardan qaysi bu ishlarning qaysi birini qila oladi? Alloh pokdir. Ularning sherik keltirgan narsalaridan olidir.
İnsanlarning qilgan gunohlari tufaylidan quruqliqda va dengizda ofat yuz berdi. Alloh ularni tavba qilsin deb qilmishlarining bir qismining jazosini ularga tetitdi. Ey Muhammed, mushriklarga aytqinki, yer yuzida sayr qilinglar. O'tgankilarning oqibatining qandoq bo'lganligiga qaranglar. O'zlariga zulm qilganlarning joylariga qaranglarki, ularning payg'ambarlarni inkor qilganliklarining oqibati qandoq bo'lgan. Alloh taolo ularning diyorlarini xarob qilib, ularni ibrat olg'uvchilar uchun ibrat qildi. Ularning to'lisi mushrik edi. Allah tərəfindən keladigan, qarşı turğılı bolmaydigan kun, yəni qiyamət kelishdən ilgiri toğru dinə yüzləngan. Bu gündə ularning bir firqisi cənnətə, bir firqisi cəhənnəmə ayrıldı. Kimki kafir bolsa, dozaqda əbədi qılıb küfrünün cəzasını özü tartıdı. Kimlər ki yaxşı əməl qılsa, özləri üçün axirətdə joy rastlaydı. Allah iman etqan və yaxşı əməllərini qılğanlarını mərhəmətindən mükafotlaydı. Allah həqiqətən kafirlarni dost tutmaydı. Allah'ның sizlərə özünün rəhmətini tetitiş, əmri boyunca kemilərini denizlərdən mağdırış, özünün mərhəmətindən telişinlər, şükür qilishinglar üçün və şamallarını yağmur bilən xoş xəbər bərgüçü qılıb əvətişi Allah'ның kamali qudretini göstərdiğən əlamətlərdəndir. Ey Muhammed, şübhəsiz ki, səndən ilgiri nurgun peyğəmbərlərini qavmiga peyğəmbər qılıb əvətdik. O peyğəmbərlər ularga özlərinin rast peyğəmbərliklərini isbatlaydigan nurgun roşan möcüzlərini ilib gəldi. Ular möcüzlərini inkar qılıb asilik qıldı. Asilik qılğanlarını cəzaladık. Möminlərə yardım qilish bizga tegishlik bo'ldi. Allah şamallarını əvətib bulutunu qozğaydı. Andın onu asmanda xalığını boyunca tarqıtıdı. Gahi onu tarqaq parçalarga bölüdü. Şunun bilen yağmurның bulutның arasından düşüvatqanlığını görsən. Allah yağmurni xalığan bəndlərinin üstüge yağdırğan çağda ular dərhal xoşal bulup ketidi. Halbuki ular yağmur yığışdan burun həqiqətən ümidsizlanıb ketgan idi. Allah'ның rəhmətinin nəticələri qarğın ki, o zəminni ölgəndən keyin qandaq tirildirdi. Şübhəsiz ki, Allah həqiqətən ölüklərini tirildirgucudur. Allah həmmə nərsəgə qadirdir. Əgər biz ziraatga ziyanlıq şamalını əvətsək, ular şamalның təsirindən ziraatның sarğıyıb ketkenligini görsə, şunundan keyin ular Allah'ның ilgirki nimetlərə küfürlük qılıdı. Şübhəsiz ki, sən ölüklərə sözünü anlatalmaysan, arqısı qarab yüz örgən qaslarğımı çaqırqanı anlatalmaysan. Korlarnımı gumrahlıqdan qutquzub toğru yolğa salalmaysan. Sən faqat bizning ayetlərimizə işindiğanlarla sözünü anlatalaysan. Ular musulmanlardır. Allah sizlərni aciz yaratdı. Andın sizlərni acizlikdən güclük qıldı. Andın sizlərni güclüklikdən aciz qıldı və sizlərə xeyirlikni yetkizdi. Allah nemini xalısa şunu yaratıdı. O həmmini bilgücüdür, həmmiga qadirdir. Qiyomat qoyim bo'lgan kunda gunohkorlar dunyoda faqat ozg'ina vaqt turganligiga qasam qiladi. Ular dunyodagi chog'lardimi mushundoq yolg'onchilik qiladi. Ilmi bor, iymoni bor odamlar aytdi. Sizlar Allohning taqdiri bo'yicha dunyoda va qabrlarda qiyomat kuniga chiqaldinglar. Mana bu qiyomat kunidir. Lekin sizlar bilmaydinglar. Ya'ni qiyomatning haqliqiga ishonmaydinglar. Bu kunda zalimlarning aytgan özrisining foydasi bo'lmaydi. Ularning tövbe qilishi ya itoat qilishi bilan Allohni rozi qilishimi talab qilinmaydi. Shak shubhasiz ki, bu Qur'onda kishilarga turli misollarni bayon qildik. Agar sen ularga Qur'on oyatlaridan biri oyatni keltirsang, kofirlar dillari qasovatlashib ketganlikdan cho'qim aytadiki, sizlar faqat yolg'onchilarsizlar. Allah'ның birlikini bilmeydiğen kuffarlarının dillerini muşundaq peçetlaymiz. Ey Muhammed, müşriklarının ərziyetlerine səvir qılğın. Allah'ның sana nusret ata qilish ve dinini üstünlüki igi qilish vədisi həqiqətən haqdır. Ahiretki işenmeydiğenler seni yengiltek qılıp koymusun.